Muhabbatning eng go'zal shaklidir o'zgarishni istash. Insonni o'ziga bo'lgan munosabatining, muhabbatining eng yuqori saviyasi o'zini o'zgartirishga bo'lgan intilishdir. Buni hamma qila olmaydi. Buni o'zini qattiq hurmat qilganlar, hayotiga bir qadr berganlar, qiymat berganlargina buni qila oladi. Hamma qila olmaydi, hammaning kuchi yetmaydi bunga. Endi siz o'zingizga savol berasiz. Men o'zim uchun kimman? O'zimni qiymatim o'zim uchun qanday? Qadrim qanday? Men o'zgarishni istaymanmi yo istamayman? Birdan bo'lmaydi bu, sekin-sekin. Har qanday o'zgarish sekin-sekin, asta-asta bo'ladi. Shunda u mustahkam, sobit bir o'zgarish bo'ladi.